أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وصلاة الليل ركعتان بتسليمة. namozlar qatorida kechida o'qiydigan tahajjud namozi ustida to'xtalyapti. Kecha namozini bir salom bilan 2 rakatmi o'qiydi, aw arba'un 4 rakatmi o'qiydi, aw arba'un aw sittun aw thamanin 6 rakatmi o'qiydi, 8 rakat o'qisimi bo'ladi. Va kullu zalika nuqila fi tahajjudihi sallallohu alayhi va sallam. Aşarakat sani hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tahajjud o'qishi bayon qilingan hadislarda kelgan deydi. Hanifi mazhabining dalillaridan biri qalat Aisha radhiyallohu anha: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli thalatha." 2 rakat o'qish haqida kelgan hadislar bor. 4 rakat haqida kelgan hadis hozir biz bayon qilganimiz shu. 6 rakat va 8 rakat o'qigan degan hadislarmi kelgan demakchi. Va yukrahu ziyadatu ala zalik. Bir salom bilan 8 rakatdan ortiq o'qish makruh bo'ladi, tahrimiyan. Li'annahu lam yunqal. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning unda o'qiganligi naql qilinmadi. Va qila la yukrahu kathaman. Yani bir qarashda, aziz qarashda 8 rakat o'qisa bo'lganidak 8 rakatdan ortiq 10 rakatni bir salom bilan, 12 rakatni bir salom bilan o'qisin bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da o'qigani sunnat mushu degan tariqada bo'lsa, qavni cheklanmagan bo'lgan ekan 10, 12, 14 bunda o'qisin bo'ldi demoqchi ekan. Qala va fin nahari rak'atani aw arba'un. Kunduz bo'lib qolsa 2 rakat yoki 4 rakatlar o'qiydi. 6-8 degan gap yo'q. Wal afdalu fihimal arba'a. Kechning namozi bo'lsin, kunduzning namozi bo'lsin, namozlarda eng afzali 4 rakat. 4 rakatni bir salom bilan o'qish afzal demakdir. Va qala, yani as-sohiban, al-afdalu fil-layli al-mathna i'tibaran bit-tarawih. Kechning namozda, tahajjud namozlarda taravihga o'qishib turib, taravih qiyos qilgan holda 2 rakatdan o'qish afzal. Taravihni 2 rakatdan o'qiydi. 2 rakatdan 2 rakat 4 rakat o'qigan ekan, 4 rakat bir tarviha, arliqda bir aramlab, ya'ni 2 rakat o'qib 4 rakatni bir tarviha qilib bir aramlab bunda o'qiydi. Taravihga qiyos qilsak 2 rakat o'qish afzal degan gap chiqdi deydi. Bu sohibanning qarashi. Imom Abu Hanifa kechidimi 4 rakat o'qisak shu afzal dedi. E'tiboran degan so'zni biz qiyos dedik. Qiyosan. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وبين كل ركعتين فسلم. Kechining namozi 2 rakatdan bo'ladi. Har 2 rakatda bir salom berib o'tgan degan mush rivoyatni dalil qilib keltirdi. Yani sohibaning dalili kechilik namozda 2 rakat o'qish eng afzal. Lekin kunduzning namozda 4 rakatda o'qish afzal deganda ittifoq. Sohiban imom bilan ittifoq. Kechininki bilan ixtiloflashib qoldi. Nima uchun desam, shunda bir rivoyat kelgan bo'lsa, garchi muhaddisning dastlabki qismi salatul layl mathna mathna degan mushu qismi Sahih Buxoriyda bor, Sahihda bor. Salatul layl mathna mathna fa idha khashita as-subha fa awtir bi rak'atin tutir laka ma qad sallayt. Lekin ma oyog'idagi va bayna kulli rak'atayn fasallam ma'lum Sahih bo'lib qolsa nima bo'ldi? Nas darajalik dalil bo'ldi. Lekin bu Sahihni kelmagan. Buni Imom Malik Muvattada Ibn Umar radhiyallohu anhudan balag'an rivoyat qilgan, mavqufan alay. Yani Ibn Umarning shunda deganligi bizga yetdi. Bu sanadmi yo'q, ha? Ibn Umar bilan Imom Malikning o'tir sanad bo'lmaydi. Yani xuddi Buxoriyning muallaq hadislariga o'xshash Muvattada balagh hadislar. Yani balagh hadislar Muvattadagi Ibn Umar radhiyallohu anhu bunda debdikan, biz shunda deganligidan xabar topdik, bizga yetib keldi. deb Ibn Umar bilan İmam Malikning o'tirdiga sanad tutilay yo'q. Buxoriydami falon sahob bunda degan deb qo'ydi. Sanadni bayon qilmaydi. Bu muallaq hadislar. Ibn Umar shunda degan. Xuddi masalan
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu salatul layl masna masna degan hadisni bir rivoyat qilamiz. Rasululloh bunday dedi deb qulab. Rasulullohning so'zi tugdi demismi? Salatul layl masna masna. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salatul layl masna masna deb qulab. Nima mening gapim sana nasihatim bayna kulli rak'atayn fasallim degandek. Bu xuddi o'zining ashadisini tushunishini deb turayotgandek. Masna masna deganning ma'nosi har ikkita bir salom berish iborat degandek. Ekan shu ibora yoki mush tushuncha Ibn Umardan kelgan balagʼ shaklda kelgan rivoyat. Sayrat yo'q. Agar say kelgan bo'lsa, bu yerda talashni bir qadar kesib o'tdi. Walahu للإمام أبي حنيفة رحمه الله قول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 يعني وتر demoqchi. Bu muttafaqun alayhi hadis. Yani bu şu meselede yani bu mazhab shunda qardi. Hozir ulamo oldim ba'zilar, Saudiya Arabistonining ba'zi ulamolari kechining namozida 4 rakatni bir salom bilan o'qish g'ayri mashru' dedi. Yani kechida 4 rakatni biroqlam bir salom bilan o'qisa g'ayri mashru'. Chunki salatul layl masna masna. Hazrat Aishaning bu hadis shu, kan yusalli 4 rakat la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4 rakat la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 3 degan. Esa yo'q bu 4 rakatni 2 rakatdan payslab o'qishni ko'rsatdi bu deb turadi. Lekin amaliyotda bunga chiqib turdig'ini zohir nima chiqib turdi? 4 rakatni bir raqam o'qiydi degan. Thumma yusalli 3 degan shundan bir raqam o'qiydi degan. Endi salatul layl masna masna degan bu rivoyatga qarata Imom Abu Hanifaning tushunishi kechining namozi 2 rakatdan o'qildi. Yani 2 rakatda bir tashahhudda o'tirib, bunda bo'lib o'qildi. 4 rakatda bir salom beramdi, 6 rakatda bir salom beramdi, 8 rakatda salom beramdi, 2 rakatda bir o'tirib, 2 rakat bir o'tirib bu qo'sh deb tushungan. 4 tashahhud bo'lar. 8 rakat namoz 4 tashahhud bo'lish kerak. Lekin bu Shayx ibn Baz masalan, Shayx Usayminlarningki bu 4 rakat bir aqlam o'qisa g'ayri mashru' degan salg'al etam. Gerçi shunda zohirdan 4 rakat o'qish chiqib turgan shunda nima bo'lsa-mu? Yana ba'zi rivoyatlarda masalan 5 rakat bir aqlam vitr o'qidi deb ba'g'o 5, 7, 9 yanda rivoyatlar bor. Shu bir salom bilan davomkin u 2 rakat ortiq o'qish bo'lmaydi degani faqat Alloh shahidisniki masna deganning zohirga so'zlash mumkin. Başka bir nas derecelik nima yo'q. Bundan ki Abu Hanifa ve cumhur ulamalar 2 rakat o'qisin, 4 rakat o'qisin, 6-8 o'qisa joiz edi. Shunami? Shayx ibn Baz va Usaymindek ba'zi ulamalar 2 rakatdan ortiq o'qsang bo'lmaydi demoqchi. Endi shu ortiq o'qish nima? 4 rakatni bir, 6 rakatni bir o'qish nima desa makruh yoki harom demoqchi. Yoki g'ayri mashru' deb ataydi. Mana وقد روت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها متفق عليه. Beşirken bırakla mı okuydu diyen. Daha tötürken bırakla mı okusa buludu. Belki de ulamalar müşne bu vitir. Yani aşının hemmesi vitirdi dişim. Vitir da aşında cık okusu buldu. Lakin ondan başka da bulmaydı diyen. Yani bir hadiste men şa'a evtara bi 5 ve men şa'a evtara bi 3 ve men şa'a evtara bi 1 dedi. Ebu Davud Sey isnadıyla rivayet ediyor. Bu kişinin namazına münasebetlik ihtilaflar. Yani gündüzün namazı meselesi kelsek, vallahi kişinin ve gündüzünkini bayan kılattı o. Gündüzünki kelsek, yani bir mezhepteki 3 imam ve sahiben, hemiz bir dek, en evzel 4 rakat, 4 rakatni bir aqlam o'qish. Mush qarashni tarjih qilgan ba'zi murajjahlar bor. Ba'zi murajjahlar u masalan salatul layl masna degan hadisni rivoyat qilgan Ibn Umar radhiyallohu anhu kunduzda 4 rakatni bir aqlam o'qigan. Ibn Abi Shayba rivoyat qildi. Yani Abdullah ibn Umarning azatgarisi Nafi'dan shunda keldi. Yani İbrahim an-Nakhai, İshaq ibn Rahway, Avza'i qatorli olimlarmi al-afdal 4 rakat fin-nahar dedi. Yani İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed qatorliq ulamalar kunduzning namozida 2 rakatdan o'qish afzal deb qardi. Bu Hazrat Abu Hurayra, Ibn Sirin, Sa'id ibn Jubayr,
İmam Layth qatarlıqlardan kelgan rivoyat. Jumhurning dalili salatul layli wan nahari masna masna. Mushadistan. Ab rivoyatda sahihni kelgan hadisni biz salatul layli masna masna dedik-ku. Bu rivoyatda salatul layli wan nahari masna masna deb kelgan. Lekin mushadisni inchga tadqiqlagan vaqtimizda, tekshirganimizda wan nahar degan so'zning orliqqa qistirilgan so'z ekanligi, marfu sahih holatda emasligi chiqdi. Chunki sahihni kelganida wan nahar degan so'z yo'q. Lekin mushunda holat kelgan salatul layl wan nahar deb kecha kunduz ariks tilg'ilgan hadisni ba'zi ulamolar sahih deb qaraganlarmi bor. Ba'zilar sahih emas deb qaragan. Yana kunduz o'qiydigan chashgoh namozi 8 rakat o'qigan ahvoli bor-ku. Lekin 8 rakatni shu 2 rakatdan bo'lib o'qigan deydi. Bundan boshqa salatul istisqa, salatul ayd 2 rakatdan nonga kunduzning bu namozini 2 rakatda o'qiladi deb turildi. Lekin unda kechining namozida Shayx bin Baz al-Usayminning g'ayri mashru yoki harom makruh degani 4 rakat o'qisa g'ayri mashru, harom ya makruh degani İmam Ahmadning qarashiga yoki İmam Ahmadning mazhabiga xilof va jumhurning mazhabiga xilof bir qarash. Va İmam Ahmadning mazhabida İmam Ahmadning kelgan rivoyatlarni sahih ya ajiz deb ayiradigan, xuddi ashunning mazhabiga zohir rivoya va navodir degan ayiradigan al-insaf fi ma'rifat ar-rajih min al-khilaf degan İmam Mirdavining kitobida bunda kelgan. يعلم أن الأفضل في صلاة التطوع في الليل والنهار أن يكون مثنى وإن زاد على ذلك صحة. شكركة أرتخلب كسر ينسي بلاور تورا صدق. ولو جاوز 8 ليلا أو 4 نهارا وهذا المذهب. كيتشد 8 ركعتni ishib ketsimi, kunduzda 4 rakatda ishib ketsimi, Rasulullohning ortiq o'qimagan-ku, shunda ishib ketsimi, sahih degan. Yani bu mazhabda kecha 8 rakatdan kunduz 4 rakat ortiq o'qish yo'q deb. Lekin Hanbali mazhabning mazhabga vakillik qilgan qarashida, garchi Imom Ahmaddan kuchli rivoyat kelgan bo'lsa-mu, mazhabga vakillik qilgan qarashida kechada 2 rakat o'qisin, 4 rakat o'qisin, 6 o'qisin, 8 o'qisin, 10 o'qisin, 12 o'qisin joiz. Kunduzda 2 rakat o'qisin, 4 rakat qanday o'qisin joiz. وكان صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة الضحى 4 بتسليمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم chashka namozini 4 rakat bir salom bilan o'qiydi. Ya'ni davomli izchil o'qiydi dedim yani. Sahih Muslimning rivoyatida kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yusalli ad-duha 4 rak'atin va yazidu ma sha Allah degan. Yani bir hadisda men sallat duha rak'atayn lam yuktab min al-ghafilin ve men salla 4 kutiba min al-abidin ve men salla 6 kufiya zalika al-yawm ve men salla 8 katabahu Allah min al-qanitin ve men salla 12 rak'a banallahu lahu baytan fil jannah. İmam Tabarani Mu'jam al-Kabir degan kitobida rivoyat qilgan hasan darajali hadis. قال ولأنها أدوم تحريمة يعني 2 rakat qaraganda 4 rakat namoz bir quloqqa qish bilan uzunroq davomlashadi. Bir quloqqa qilgandan keyin to'xtamay 4 rakat o'qib. Ammo 2 rakatdan o'qib qolsak, Allohga aramal o'lish bo'ldi. Uzun davomlashadi demakchi. Fakana ashaqqa uzun davomlashgandan keyin bu insonga sal jafolik keldi 2 rakat qaraganda. Fatakunu afdala Japalıqroq bo'lgandan keyin 2 rakat o'qish qaraganda 4 rakatni biraqlam o'qish afzal bo'ladi. Qala sallallohu alayhi vasallam afdalul a'mali ahmazuha. Amallarning eng afzali, eng ta'sirligini, eng qattiqi yoki eng achchiqi degandek bo'ladi. Hamada yoki hamaza ashar 2 tupsiz achchiq hamid deymiz-ku. Mesela Abu Hamza yoki Hamza degan bu shunda açık bir xil julg'un yoki bir o'simlikning nomisi. Miyada ay ashaqquha mashaqqatga, anjabalqa debdi. Qala amma at-tarawih tuadda bi jama'atin. Tarawihga qiyas qildi sahiban. Bularning qiyosiga raddiya bermoqchidir. Tarawihga qiyas qilingan bu tarawih degan jamoat bilan o'qilgan namoz. فكان مبناها على التخفيف دفعا للحرج عنهم. Jamoat o'qilgan ekan, ularni qisna qo'ymaslik uchun, harajni qo'ymaslik uchun yengil o'qish shu qoidasi bordi deydi.
yengil o'qish ustiga qurilgan. Va amma qawluhu sallallohu alayhi vasallam sahiban dalil qilgan salatul layl masna masna degan bu hadisga kelsak, buning ma'nosi vallohu alam annahu yatashahhadu ala kulli rak'atayn. Her ikki rakatda bir tashahhud o'tirib, ikki rakatni bir ayirib bunda o'qiydi deganni ko'rsatadi. Har ikki rakatda bir salom berib o'qiydi deganni ko'rsatmaydi, demoqchi. فسماه مثنى لوقوع الفصل بين كل ركعتين بتشهد. Her ikki rakatning o'ttirda tashahhud bilan bir ayirish bo'lg'achqa ikkidan deb atadi deydi. Nima uchun mushunda tushundingiz? Nima uchun buni salom bilan ayridi deb tushunmaymiz desa, buning qarta va yu'ayduhuma ruya. Madis bizning tushunchimizni kuchlantirdi. Bunda bir hadisga annahu sallallohu alayhi vasallam kan yusalli arba'an qabla al-asr yafsilu baynahunna bis-salam ala al-malaikati al-muqarrabin wa man tabi'ahum min al-muslimin wal-mu'minin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asrdan ilgari 4 rakat o'qiydi. 4 rakatning o'ttirini muqarrab farishtalarga salom qilish bilan va uningdan boshqa musulmon mu'minlarga salom qilish bilan da ayritdi deydi. Yani assalomu alayna va ala ibadillah solihin yani tashahhudga duo bilan ayritdi dedi. Qala Tirmizi, bunun hamda azroq ehtimollik bor deb qolsak, Imom Tirmizi ashunda salom qilmay tashahhudlar ayirgan deganni shunda tushunib dedi. Buning ma'nosi farishtalar va mu'minlarga salom qilishlar ayritdi deganning ma'nosi al-fasl baynahuma bit-tashahhud. Tashahhudda o'tirish, at-tahiyatda o'tirish bilan ayritdi degan bo'ldi. Salom bilan ayritdi degan gap yo'q demoqchi. Namozdan chiqqanda qilgan salomdan keyin farishta qilgan salom bermaydi. Imom Tirmizi hozir unda tushunmabdi. Bu hadisni rivoyat qilgan Imom Tirmizi izohlab tashahhudda o'tirish orqali ayrishni demoqchi bu hadisda deydi. Shunda assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom bergan chaqda talaffuz qilgan ibora, unda farishtalar yoki mu'minlar, musulmonlar bunda bir gap yo'q-ku. Lekin tashahhud ta'anjada assalomu alayna va ala ibadillah solihin degandek bir farishta va barliq mu'minlarni o'z ichiga oladigan bir ibora bo'lg'achqa Imom Tirmizi ashunda tushunibdi. Yoki ashunda tushunish mumkin ekan bu hadisni. Navanikan Hanifi mazhab o'zininki, ya'ni Hanifi mazhabga vakillik qiladi. Imomning qarashi o'zininki salatul layl masna masna degan hadisdan tushunishini mush rivoyat bilan kuchlantirgan bo'ldi. Qala ولا يزيد في النهار على 40 بتسليمة. Gündüz o'qilgan namozlarni 4 rakatdan oshiratmay bir salom qiladi deydi. Li'annahu lam yunqal. Chunki 4 rakatdan ortiq o'qish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan naql qilinmadi. Biz ibodatda naql qilingan yerda to'xtaymiz demoqchi. Gerçi mesela Hanbali mazhab, hali bu yerda shunday bir o'rin olmasdimi? Hanbali mazhabning vakillik qilgan qarashida Rasululloh kunduzdan aslan 4 rakatdan ortiq o'qimagan bo'lsa-mu, 4 rakat ortiq o'qisang bo'ldi dedi. Yani bu mazhabda 4 rakatdan ortiq o'qigan ahvol yo'q. Naql qilingan 4 rakatdan ortiq o'qimaysa. Yani hozir bundan bir xil bid'at bo'lgandek, bunda keskin qo'zishsa biz. Lekin bu Hanbali mazhabga agishadiganlar, yoki sunnatni chin tutdi Hanbali mazhab yoki salafiy yaqin deydiganlar bunday diqqat qilmaydi. Valla rafiyat, amin jahr deyish, ashun 4-5 masala var. Shunda sunnatni mazhab tashlaydi deb qarab oldigan gap. Ammo yerda masalan lam yunqal. Rasululloh unda qilmagan, biz unga ortiq qilmaymiz deb to'xtanan deymiz. Ammo bir alaylik ekan, Hanifi mazhabning hadisga yoki manqulga, al-waridga agishganligining sifatimi. Buni diqqat qilmay qolsa, bunda ko'tarib chiqib, Alloh diqqat qildirish lozim. Bunda o'tib ketsa bo'lmaydi. Qala va tulul qiyam afdalu min kasratis sujud. Hozir bu masala bir kishi tahajjud namoz o'qimoqchi. Masalan 1 soat namoz o'qiydigan bo'lsa, rakat sonini ko'p qilib, jiq ruku va sajda qilib, jiqroq rakat o'qigan shu afzalmi? Yoki uzun qiraq qilib, qiyomda uzun turib, azroq rakat o'qigan afzalmi degan masala. Albatta har ikkisi keng tashab qo'yilgan joiz ish. Lekin eng afzal qaysi? Chunki ibodatgo'y kishilar eng afzalini izlab so'rab qilgan bo'lg'achqa afzal qaysi degan masala. Lima rawa Jabir radhiyallohu anhu qala qila li Rasulillah sallallohu alayhi vasallam ayyu salati afdal? Qala tulul qunut. Qunut degan so'zni biz duo, namoz, uzun turish deb izohlagan. Bu yerda uzun turish
demakchi. Ya'ni uzun o'rtirib o'qigan namoz eng afzal demakchi. Bu Sahih Muslimdagi hadis-ku. Tatvilul qiyam afdal degan mush qarash, qiyamda uzun turish eng afzal degan qarash Hanafi va Shafiy ulamolarining qarashi. İkinci qarashda sajdani uzun qilish afzal yoki sajdani ko'p qilish va sajdani uzun qilish afzal deydi. Bu ba'zi ulamolarning qarashi bo'lib, Ibn Umar radhiyallohu anhudan kelgan. Üçüncü qarashda har ikkisi teng barobar, o'xshash. Buni uzun qilsa ya sajdani uzun qilsa ya takrar necha rakat o'qimsa, hammasi o'xshash demakchi. Hammasi savobli ish. Bu Imom Ahmadningki mazhabiga vakillik qilgan qarash. To'rtinchi qarash Gündüzde ruku secdini köp kılış evzel, keçide qiyamni uzun kılış evzel. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki keçide okugan namazları qiyamda uzun tuğan da süpatlangan hadislarda. Lekin gündüzning namazları onda süpatlanib ketmagan demek ekan. Bu hazır gündüzde ve keçide nafl okumoqchi bo'lgan kishi en afzal şekilde okuyulsa nesirkatdan okuydu degan bir masala. Afzalda bir ixtilof bo'ldi ama yani bir masala nesirkatdan ishib ketsa bo'ladi bo'lmaydi degan masala. Yani bir mazhab kunduzda 4 rakat asli bo'lmaydi, kechasi 8 da asli bo'lmaydi dedi. Hanbali mazhab asli bo'laverdi dedi. Yani bir o'rin bor. Kechi va kunduzda 1 rakat yoki 3 rakat odatdagi nafl namoz, mutlaq naflni vitrdan boshqa, shamdan boshqa namozni 1 rakat yoki 3 rakat o'qisa bo'lamdi bo'lmamdi. Bu topshiriq. Yani topshiriq namozini vitrdan va sham namozidan boshqa nafl namozda 1 rakat yoki 3 rakat nafl o'qishning hukmi nima demak? Mesela biraydan kunduzda buni namoz o'qiydi deb 1 rakat bir namoz o'qitay deb o'qisa bo'lamdi. Mesela 2 rakat namoz o'qish bog'i 1 rakat namoz o'qisa bo'lamdi. Yoki 3 rakat bir nafl o'qitay desa bo'lamdi demak. Sonda ulamolarning qarashlari har xil. Lozim havo bizning imtihondan keyingi ikkinchi topshiriq bo'ldi. O'tgan bir topshiriq bordi-ku? Bash ikkinchisi ma. Vitrni 1 rakat o'qish bor. Hozir bo'lgan masala 1 rakatdan bir nafl o'qoy deb naflni 1 rakat o'qib qolsa bo'lamdi yoki 3 rakat o'qisa bo'lamdi deymiz. Bunda ulamolarning qarashlari va shu munosib manba buni shu biz burun deb kelgan ilmiy usulda yozib qo'ysa. Lekin maktabda u to'g'riliq to'xtalmadi. Ham to'lil qunut dedi. Qiyamda uzun turish eng afzal dedi. Li'annahu ashaq. Chunki uzun turish tas. Lekin sajdada uzun turish yoki rakat soni avtib turish sal rohatrak, yengilroq. Va li'anna fihi qira'atul Qur'an. Yani qiyamda Qur'on o'qish bor. Zaman va huwa afdalu min at-tasbih. Qur'on o'qish tasbih etishdan afzal. Hem bu masalada Qur'on o'qish tasbih etishdan afzal degan masalada asli bir bahs qilish lozim. Yani tasbih afzalmi, Qur'on o'qishmi? Masalan, bizning bir vaqtimiz bor. 15 minut mana bir masjidda o'tirmoqchi yoki o'tiramdi bir savobli ish qilay, zikr qilay yoki Qur'on o'qiymi, tasbih aytaymi? Deb ikkisidan birini tanlamoqchi bo'lsak, qaysi eng savobli degan masalada ba'zilar Qur'on o'qish afzal deyish mumkin, ba'zilar tasbih aytish afzal deyish mumkin. Ama mutlaq qaysi ish afzal desa, har zamonda har shaxsning ahvoliga qarab, shu eng savobli bo'lgan ish farq qilishi mumkin. Yani bir qo'shimcha dalil qiyamninki uzunroq bo'lgani shu afzal deganga qo'shimcha dalil Rasululloh sollallohu alayhi vasallamninki ish izlari qaraydigan bo'lsak, ko'pincha shu qiyamni sajdadan uzunroq qilganligi isbotlanishi mumkin. Endi shu yuqorqi hadisga afdalul a'mali ahmazuha deyadiz. Afdalul a'mali ahmazuha. Mushadis ojizdir. Shundamki g'arib yoki la aslahu la yoraf degandek baklama zaif jiddan degandek mazmun chiqishi mumkin. Ba'zilar mavduat kitoblarida akagan buni. Yolg'on hadislar kitoblarida akagan. Lekin Mullali Qari ma'nahu sahihun lima fi as-sahihayn an Aisha radhiyallohu anha al-ajra ala qadr at-ta'ib. Savab yoki ajr arg'illikning oz ko'plikka qarab bo'ladi degandek Hazrat Aisha bunday hadis kelgan bo'lg'achqa ma'nosi to'g'ri degan. Miyadatu qulna wal lafz alladhi dhakarahu al-qari an Aisha laysa fi as-sahihayn. Mullali Qari Aisha bunda degan ash ibarni sayenda qarab baxsa sayenda bunda ibar yo'q. Wala ghayrihima
Husaynning boshqa hadis kitoblarida yo'q. Va innama ma'nahu indal Buxoriy. Lekin mushu mazmunda, mushu ma'noda hadis bor edi. Endi o'sha hadis qaysi? Maktabda bayon qilindi. Tamam. Bu hadis o'sha Hazrat Aisha hayzda qilib, keyin qirinchi Abdurrahmon bilan tanima chiqib umr qilmoqchi bo'ldi. Shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Aishaga va innama hiya ala qadri nafaqatiki aw nasabiki degan. Yani savob sizning qilgan chiqimingiz, xarajatingiz, nech pul sarf qilganligingizga va arg'iningizga qarab bo'ladi degan. Buxoriyning lafzi shu. Ma'nahu fi sahih degan gap shu. Bundan keyin Abdullah Amal Ahmad va deganning sayyidistin shunda bir mazmuni to'g'ri chiqdi. Qala wal qira'atu wajibatun fi jami'i rak'atin nafl. Nafl namozning jami rakatlarda Qur'on o'qish vojib. Lekin farz namozda Hanafi mazhabda chiqil qarash bo'ldi. Nima? Dastlabki 2 rakatda vojib, keyingi 2 rakatda xolis Qur'on o'qiydi, xolis jim turdi, xolis tasbih turdi. Ibn Mas'uddan keldi. Yana bir qarashdan İmam Quduriy rahmatullohi alayhi bayon qilgan qarash bu. Bunda Hanafi mazhabning qarashi 4 rakatga 3 rakat namoz o'qib olsa, mushrikka falan rakat demaymiz, lekin ashuning ichida 2 rakatda vojib. Birinchi bilan 3-chi bo'lishi mumkin, ikkinchi bilan 4-chi bo'lishi mumkin, ikkinchi bilan 3 yoki birinchi, ikkinchi yoki 3-chi, 4-chi bo'lishi mumkin. Lekin nafl kelgan chaqda 4 rakat namozda Qur'on o'qish vojib. Ya'ni 3-chi, 4-chi rakatdami, birinchi, ikkinchi rakatda o'qigandiklarim o'qiydi demak. Lekin mushu nafl namozlarga billa qatib vitr namozi bor. Vitr namozi vojib desakmi aslan? Mana nafla o'qishimsin, lekin yani farzdan boshqa namozlar edi. Farzdan boshqa namozlarda desak, vitr bo'lsin, sunna muakkada, boshqa nafl namoz ham o'z chaldi. Mushunda hamma rakatda Qur'on o'qish lozim deydi. Li'anna kulla shaf'in salatun. Chunki har 2 rakat, yani bir jub rakat bir namoz hisoblandi. Fa innahu la yajibu bit-tahrimati siwa shaf'in wahidan. Chunki bir quloqqa qish bilan aslida shu 2 rakat bilan o'qish vojib bo'ldi deydi. Nima uchun? Namoz aslida farz qilinganda 2 rakatdan farz qilingan. Undan keyin safar holatida aynan qoldirilib 2 rakat olti qilib, hadar holatida 2 rakat ziyoda qilingan degan rivoyat bor. Hazrat Aisha. Nonki vojib bo'lgan asli farz qilinsa 2 rakat. Nonki aslida namoz qanday yo'l qo'yilgan desa, aslida 2 rakat yo'l qo'yilgan. Hamda 2 rakatdan ortiq o'qish, 3-chi rakat shanda va boshqa peshin xuttal 3-chi va 4-chi rakat nima uchun biz o'qigan bo'ldik? Chunki dalil bilan isbotlangan bo'lg'achqa. Dalil bilan shunda 3-chi, 4-chi rakat yo'l qo'yilgan bo'lg'achqa biz o'qigan bo'ldik. Lekin naflda asli qoidada qolib qoldi. Asli yo'l qo'yilash 2 rakatdan bo'lg'achqa. Undan keyin Qur'on o'qish 2 rakatdan 2 rakat hisoblasak, ma 2 rakat bir hisoblansa, 2 rakat o'qiysiz. Ma 2 rakat ayrim bo'lgan ekan, buni Qur'on o'qimasang bu ayrim bir namoz bo'lmagan hisobda. Shu 4-chi rakat Qur'on o'qilmasa, bu hisob bo'lmaydi unday. Wal qiyamu ila thalithati ka tahrimatin mubtada. 3-chi rakatga turish xuddi yangi boshlardan quloq qoqqan bilan o'xshash. Hatta qalu yustahabbu al-istiftahu fi al-thalitha. Shunga ulamolar 3-chi rakatda turgan chaqda duo al-istiftahni, auzubillahi minash shaytonir rojimni deyish mustahab deganlar. Davom ekan, mushu masalada hozir masalan biraydan 4 rakat nafl o'qiydi quloq qoqdi. Quloq qoqqandan keyin 2 rakatni o'qib tashahhud o'tirib bo'lishiga yoki uning orliqida jiddiy bir ish chiqib qoldi, ya bir ishni o'yladi. Zulm qilishim kerakkan unutib qoldim deganda. Yoki birisi ish qaqdi, yo birisi chaqirdi, yo telefon to'lab ketdi masalan. Qolsa 2 rakatga salom berib, 2 rakat bo'ldi qiliblar. Undan keyin o'qimasam 2 rakat hisob bo'ldi deydi. Endi mazhab ulamolar. Gerçi ba'zi nimadan tilab bo'lsa, ba'zi Abu Yusuf masalan 4 rakat yetganning 4 rakat tamomlashi lozim deydi. İmam Abu Hanifa'nın qarshi agar 2 rakat qiraat qilgan bo'lsa, 2 rakatida farz g'ayr muayyan degan qarash bor. 2 rakatida qiraat qilgan bo'lsa, birinchi 2 rakatda shuncha to'xtavasi bo'ladi. Chunki ashqisi namoz bo'ldi. Lekin 3-4 rakatda qiraat qilmoqchi, birinchi kuni qiraat qilmoqchi faqat. Qilish kerak-da.
qilmoqdi. Qilmasa, o'sha ishkirga to'xtanmaydi dedi. Chunki u qiraatsiz namoz bo'lmaydi. Lekin qiraat qilgan bo'lsa, ishkirga o'qiblam bo'g'isi bo'ldi. قال ويجوز للراكب أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت. أن uloq mingan kishi uloqqa qaysi tarafga ketayotgan bo'lsa, shu uloqqa mingan holatda qiblaga yuzlanmay turib, nafl o'qisa bo'ladi. Yumi o imaan idza kana kharij al-Misr. Yani uloq mingan bo'lgan ekan, sajda rukuni joyi qilinmaydi-ku. Sajda rukuga ishorat qilib, ya azraq inishib Muşunda namaz o'qisa bo'ladi dedi. İza kana kharij al-Misr. Shaharning sirtida bo'lib qolsa. Ya'ni shaharning sirtida degan gap safar ustida degan gap emas. Ya'ni safar masofasiga bormoqchi emas bu. Masalan 5-6 kilometr, 1-2 kilometr shaharning sirtiga chiqmoqchi bo'lsa-mu, shaharning sirti bo'lsa, uloqda o'qishga ruxsat qilindi dedi. Namozni uloqda o'qishga ruxsat Mashina ham bir tarafdan o'sha uloqqa o'xshaydi. Chunki bu turiblam yo'l qaysi tarafdan o'qisa qarilib ketishi mumkin. Uloqqa o'xshaydi. Lekin nafl namozni shu mashinada o'qisa bo'ladi. Qaysi tarafga ketayotgan bo'lsa mashina, o'tgan altida o'qisa bo'ladi degan gap chiqdi. قال ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء. من رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ketib eshakka mingan holatida ishorat qilib namoz o'qiganligini ko'rdim degan. Xaybarga mangan chaqda eshak bilan mangan bo'lishi mumkin, ba'zida ot mingan bo'lishi mumkin. Yo'tining avratiga masalasida ot minganligi rivoyat qilindi. Ya'ni ba'zi joylarda eshak mingan bo'lsa yoki jangga tayyorlik qilgan, tushmoqchi bo'lgan chaqda eshak mingan bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shijoati tufaylidan. وعن أبي حنيفة أنه ينزل لركعتي الفجر لأنهما آكد من غيرهما. Abu Hanifa rahmatullohi bomdatning ishkirkat sunnati uchun uloqdan tushib, qiblaga yuzlanib turib, ya'ni qo'ydi. Chunki bu ishkirkat boshqa sunna muakkadalar qaraganda texmi ta'kidlangan deydi. Ta'kidlangani mushu ishkirkatning fazilati haqida kelgan hadislarda bayon qilindi va yana tong atgandan keyin bomdod qitava vaqt ichida mush bomdodning ishkirkat sunnatinlar o'qishga ruxsat, uningdan boshqa namoz o'qishga ruxsat yo'q deganligi bu ishkirkat sunnatninki bak ta'kidlanganligini ko'rsatadi. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز في مصر أيضا. بايتغ مثلا شهرنا سرطدا بوسا ولاق من النبل أقصبل أبو حنيفة دبتو. قال وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز في مصر أيضا. يعني شهر إشدمو يعني برمالدن كتب يا بازار أينتب eshakning ustida, uloqning ustida, yo mashinaning ustida deydi. Naflini o'qiyasi bo'ladi demakchi. Lekin Imom Abu Hanifa safar olti bo'lmasmi, shaharning sirtiga chiqqan holda bo'ldi. Shahar ichida bo'lmaydi dedi. Va an Muhammadin annahu yukrah. Shahar ichida uloqning ustida nafl o'qish makruh bo'ldi dedi Muhammad rahimahulloh. Va qala Abu Hanifa la yajuz. Imom Abu Hanifa joiz emas, ya'ni tigidan to'g'ri bo'lmaydi demakchi. Muhammad makruh bo'ldi degan bo'lsa, Imom Abu Hanifa tigidan bu namoz hisob bo'lmaydi degandek. Li'anna an-nassa warada kharij al-Misr. Chunki ash hadis nas deyamishada, ash hadisni ko'z. Nas deya oyat va hadisga ishlatildi. Lekin an-nas, ya'ni al-hadis as-sabiq demakchi. Bu shaharning sirtida keldi. Ya'ni Madinaning sirtiga Xaybarga chiqqan chaqda kelgan hadis bu. Undan keyin naqtasiru ala mawrid an-nas demakchi. Hadis kelgan joyidan kifoyalanmas. Li'anna al-hajata ila ar-rukub fihi aghlab. Chunki shaharning sirtida uloqqa minishga bo'lgan ehtiyoj bor. Fala yuqasu alayhi al-Misr. Shaharning ishi qiyos qilinmaydi. Shaharning ichida uloqni tutib turing yoki uloqni bog'lab bilan masjid sirab, yo bir do'konda, yo bir yerda, yo uchlan o'qiyalig'i yali tepiladi deydi. Shaharning sirtida yo uloqni tutib turadigan bog'laydigan yo bo'lmasi mumkin, yo pokiz yo bo'lmasi mumkin. yoki ensirishi mumkin ba'zi narsalardan izlancha narsalardan masalan darsimiz shekli bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.